Mashinalar motorini hali ham 200-300 ming yurib yuribsizlarmi? Buni men sizlarga 15 ming so'mga uy sharoitida yuvishni o'rgataman. Unga kerak bo'ladi 200 gram benzin, keyin shampun kerak bo'ladi. Shampun bo'lmagan holda geldan foydalansanglar ham bo'ladi. Sepishdan oldin ogohlantiraman, mashinani kompyuteri o'raladi. Gazli mashinani ham kompyuterini o'rash kerak. Ustiga chochuv tashab qo'yishimizning sababi salapan uchib ketmasligiga, qorishmamizni mashinani istagan joyimizga sepsa bo'ladi, zarari yo'q. Bu qorishmani sepganinglardan keyin o'zi ko'pirib reaksiyaga kiradi. Oddiy kesishka bilan ishqalaveramiz yengil. Ishqalab chiqqanimizdan keyin karcherni uraveramiz. Karcheringlar bo'lmasa, shlankadan ham bemalol yuvsanglar bo'ladi. Motorimizdan yuvib olganimizdan keyin havo uradiganinglar bo'lsa, havo urasizlar, bo'lmasa ham tozalatida artib olsanglar ham bo'ladi, quruq qilib. Motorimizdan qurut bo'ldi. Endi mashinani yarim soatga zavqib qo'yamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan obuna bosib qo'yamiz.